qavat salafanni orasiga po'ket qilyapmiz. Mana bu po'ket. Plotность 18, qalinligi 2,5, 120 ga 6 metr bo'ladi. Dugiga moslashtirib kesib qo'yapmiz. Mana bu tomonlari bo'ldi. Tomonlari endi qilmadi. Eski salafani yaxshi ekan, faqat yomg'ir loy bo'lyapti. Nari tomon ham bor. Yopib to'xonaga tayyorlaymiz. Mana bu gofra sovush sistemasiga qo'yiladi. Nari tomonda ventilator. Mana shunga ham po'ka yopamiz. Xonaga. Mana bu yozgi kunga sovutish uchun qilinadigan. Qalinligi ventilator tortadi. Tepasidan suv tushadi. Mana arig'idan suv oqib yonkisiga tushadi, yamaga tushadi. Yamadan yana qaytadan suv haydaladi. Suv keladi. Suv bu nam bo'ladi. Namligini hisobiga mana yoqda ventilator tortadi. Ventilator tortganning hisobiga salqin havo, yozgi kuniga salqin bo'ladi. Biz buni po'kay bilan yopib beryapmiz. Po'kay bilan yopganimiz hisobiga salqin bo'ladi, issiq sovuq tushlaydi. Sağlığınız, yerli insanlar, son